Sport yoki o'qish qaysi biri muhim? Shuni aytib o'tmoqchimanki, что sportchi bo'laman deb og'ir mehnat, mashg'ulot jarayonida yurgan bolalar o'qishni taylab ketish mumkin emas. Sababi sport bilan shug'ullanyapman, jismoniy baquvvat bo'laman-ku, menga yetadi degan fikr bu noto'g'ri fikr. Sababi o'qimasangiz, o'zingizni o'qim, bilim darajangizni ko'tarmasangiz agar siz yuqori natijaga erishmaysiz. Shunaqa fikr borki, ko'p bolalarda va ba'zi ota-onalarda bolalarim o'qiyapti-ku, sport bilan shug'ullanmasam ham bo'ladi degan fikr ham sal noto'g'ri. Faqat bilimni rivojlantirgan holda jismoniy kuchga ega bo'lmasangiz, bu ham noto'g'ri fikr. Shuning uchun har doim sport bilan o'qish yonma-yon yuradi. Sportchi bo'laman, jismoniy baquvvat bo'laman degan odam o'qishni taylab qo'ysa agar, bu noto'g'ri tanlov bo'ladi. Chunki sport abadiy emas. Fikrlash jarayoni va bilim sizni birinchi o'rinda yuqori darajadagi sportchiga aylantiradi. Ikkinchida sportdan keyingi davom etadigan hayotda sizni pan yemaslikka yordam beradi. Faqatgina o'qiyman, bilimim bor-ku, men sport bilan shug'ullanmayman degan fikr ham salgina noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi sport bu nafaqat raqobatlik, og'ir tosh ko'tarish va jismoniy baquvvat bo'lish, balkim birinchi o'rinda to'g'ri rivojlanish va sog'lik garovidir. Hurmatli sportchilar, kuch aqlsiz, behuda vaqtingizni yo'qotishdir. Bilim sohasida o'z faoliyatini yuritadigan insonlar, bilingizlarki, sport hayotingizda bo'lishi shart. Birinchi o'rinda sog'lik uchun, ikkinchi o'rinda kamida o'zingizni va o'z oilangizni himoya qila olasiz. Sportni tilida gapiradigan bo'lsak agar, sport bilan o'qishni orasida muvozanatni saqlashni o'rganish kerak. Chunki ular bir-birini to'ldirib turishadi. Bu mavzu haqida o'z fikringizni izohda qoldiring.